Chilonzordan kvartira qidirayotgan yurtdoshlarimiz uchun Chilonzor 13-kvartal, shundoq Farxatskiy bozor yonida katta yo'l yuziga tushgan mana shu 4 etajli domimizni 2-etajdan ko'rib turgan etajingizdan hop reshotkalar qilingan, juda ham zo'r lokatsiyadan, daraxtlar ko'p, mana bunaqa yashil zonalar bor joydan, parkovka uchun joylar bor joydan juda ham zo'r kvartiramiz yaxshi narxlarda sotuvimizga chiqyapti. Hozir kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Narx-navosi ma'qul kelsa telefon qilib barakasini qilaverasizlar. Kvartiramizga ham kirib oldik. Hurmatli yurtdoshlarimiz, sizlarga kvartirani kirish eshigidan boshlab birma-bir tushuntirib o'taman. Agarda kvartiramizga ma'qul kelsa, aytib o'tganimizdek, bemalol telefon qilib barakasini qilaverasizlar. Glavniy kirib kelaverish eshigimizda, kirib kelishda prixojniy mebellarimiz joylashgan. Bu yog'imizda desa alohida sanuzellarimiz joylashgan. To'g'riga kirib kelsak, bizani mehmonxona qismimizni kutib oladi. Gostinniy xonasi bemalol shu yerda dam olib o'tirib, televizor tomosha qilsanglar bo'ladi. TV zonalargacha qilib qo'yilgan, polniy aboydan chiqqan, yaxshi holatdagi yashashga tayyor bo'lgan xonadonimizda, xudo xohlasa, sotuvimizda. Xo'p, razmeri kvartiramizning kvadrat metri 48 kvadrat metr, 2-etajda joylashgan, katta yo'lni yuziga tushgan dom. Bu yog'imizda kvartiramizning kuxnya qismi, kuxnyasida kuxonniy mebellari hamda texnikalari chiroyli qilib joylashtirilgan. O'zini xolodilniki, krivushi mashinasi, posuda moyka, bu yog'ida gaz plitasi, vitichkasi, akva romli, tashqi dvorni hozir ko'rib o'tdinglar. Parkovka uchun joylar bor. Juda ham zo'r, elitniy mahalla. Yaxshi joyda joylashgan, Farxatskiy bozorga ham yaqin bo'lsin, yo'l yuzidan bo'lsin deganlar uchun juda ham zo'r variant. Xo'p, bu yog'imizga yaxshiligini yechim qilganmiz. 1,5 ga 3 balkonga razirjnoy eshiklar qilib, yana bitta xona sifatida foydalanishga qoldirib, detskiy spalni qilib qo'yganmiz. O'zini konditsioneri, bu yoqda shkofi, bittalik spalnisi. Eshikni bemalol yopib qo'yib, bolajonlar bemalol shu yerda dam olishi mumkin. Har bir kvadrat metrdan unumli foydalangan. Xo'p, skvoznoy planirovka, ikkita tarafga derazasi qaragan, bu yog'imiz master spalni. Spalnida ham hamma sharoitlari bor. Trimosi, shkafi, duh spalnilari, chiroyli qandillari, televizori, ikkita televizor, ikkita konditsioner, hamma sharoitlari qilingan. Tayyor podkulch xonadon. Shundoq xarid qilib olasiz, bemalol ko'chib o'tib yashasangiz bo'ldi. Yashashli kvartira. Investitsiya qilaman, olaman, arendaga berib qo'yaman desangiz ham zo'r variant. Aytib o'tganimizdek, katta yo'lni yuzi, shundoq Farxatskiyni ko'chasi, glavniy yo'l. Bu yog'imizda Haytek masjid, Afruz, bu yog'imizda Farxatskiy bozor. Juda ham zo'r lokatsiyadan xonadon xarid qilib olaman desangiz, siz uchun mana shu zo'r variant bo'lishi mumkin. Aytib o'tganimizdek, arendaga berib qo'yaman desangiz ham mana shu xonadonni $600 arendaga qo'yib beramiz. Bu yog'imizda kvartiramizning vanna xonasi, stena polniy kafel, vanna qilib qo'yilgan. Bu yog'imizda esa alohida bo'lgan hojatxona qismi, stenasi polniy kafeldan chiqqan. Hurmatli yurtdoshlarimiz, Chilonzor 13-kvartal, navigatordan ko'rsanglar bo'ladi, 27-dom, yo'lni yuziga tushgan dom. 2-etaj 48 kvadrat. Narxiga to'xtalsak, ushbu xonadonimizga $73,500 so'ralyapti. Ozgina kelishtirib beriladigan joylari bor. Xonadonimizga yoqsa, sizga bemalol telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi, kelib ko'rasiz, sizga ma'qul kelsa barakasini qilamiz. Dokumentlari joyida, srazu оформление qilib, srazu kalitini notariusga beramiz. Kvartiramizga ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qiling.